Assalomu alaykum hammaga. Biza Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumani Qangshartol mahallasi deganlar buni shu yerdamiz. Bobomurodning uyida. Bu uyimiz o'xshi отопление ishlarini aytib berdik. 11 tochka bo'ldi. 11 yere batarya qo'yildi. Kotyol qo'ymin, kotyolga qaratib tayyorlab berganmiz. Uyimizga o'xshi 140 tane alyumin batarya ishlatib berdik. 100 metr podача обратияlik 25 turba ishlatib berganmiz. 29 metr 20lik turba ketgan. Kardamg'idin kraniklarni qo'yib, rezolarni yonib, chiroylatib, stik tushirmin. Eshikdan kirganlarni pontenni o'tatib berganmiz. Dalanimizga 2 yere qo'yib berdik. Bu birinchi bataryamiz. Bu ikkinchi bataryamiz. Spaniyalarimiz hammasini 15 atib qo'yib berdik. Bu uchinchi bataryamiz. Bu to'rtinchi bataryamiz. Jiddiy bo'ylarni ishga yetkazmin, chiroylatib ishlab berdik. Bu to'rtinchi bataryamiz. Bu 5-chi bataryamiz. Uyimizga 140 shtuk batarya ketdi. Bir komplekt o'zida bor ekan. 6-chi bataryamiz, 7-chi bataryamiz. Bu xonamiz ulroq ekan, oynasi 2 ekan. Bir bo'lsa 20 lat bir yere qo'yib bersak edik. 2 oyna bo'lgani uchun har oynani tena 10dan qo'yib berdik. Zolimiz обратиясini kotyoldan kirib kelgan. Bak podachasi. Zolimiz polni balanddan turbalangani uchun bir yere 20 lat qo'yib berdik. Keyin ko'p odam so'raydi. Plastikdan o'tirsak-nish bo'ladi deb. Shu podacha обратия damirdan o'tgani hisobini, shu damirimizdan chiqqan issiqlik ham uyga yaxshi foyda beradi. 8-chi bataryamiz. Tamburimizni 12 lat qo'yib berdik. 9-chi bataryamiz. Bu kuxnyamiz. Bera 13 lat tashlab berganmiz. Bu 10-chi bataryamiz. Keyin banimizda o'zida bor bir komplekt bataryasini ishlatib berdik. Bu 11-chi bataryamiz. Deşen tarafını yine doğru kelib kotyolkadan atib, obratyalarni ham chiqarib, podachlarni ham qo'yib, zaglushga tallab qo'yib, suvlarni ham yuvarib, tekshirib berganmiz. Bu uyimizda hamma material o'zlarimizdan bo'ldi. 20 million so'm pul bo'ldi hammasi. Kotyolsiz, qo'l haqqisi, bataryalari, materiali, hamma narsasi. Kim shunday xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomerlarni qoldiramiz, bog'lanaverasizlar. Biz Xorazm viloyati ham Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'ylab qo'lni отопление ishlarini aytamiz. Kanalimizga obuna bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying, like tugmachalarini bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni bildirib qoldiring. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.